Chin dildan muborakbod etamiz va albatta yoshlarimizga bo'lgan oilaviy va o'zingizni samimiy niyatlaringiz marhamat. Rahmat Raisova so'z bergan uchun. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun nevara jiyanlarimizning baxt oshiq ekan bu ikkala yoshni baxt bilan tabriklaymiz. Sayyora singlim, nevara to'ylaring bor bo'lsin. Dilshodjon jiyanim, farzandlaringni baxt to'yi muborak bo'lsin. Istasizda oltin beshikda kelsin. Hammasini mana shunday to'ylaring buyursin. Rahmat. Tashakkur. Bitta chiroyli qarsak bilan ustozimizning niyatlariga qo'shilamiz. Samimiy niyatlar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. To'ylar qutlug' bo'lsin. Yaxshi niyatlaringiz albatta o'zingizga hamroh. Albatta janob videolarimizni taqdir yo'llariga tutash bo'lib, hayot yo'llariga ham o'tayotgan har on g'animat uzaytirib o'z umrimizni avaylaylik bir-birimizni azizlar. Bugungi mana shu baxtiyor ayyomda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, onajonlarimizdan bir narsani iltimos qilib qolamiz. Bolajonlarimizni olib keldikmi? Bola aziz odobi undan ham aziz dedilar. Iltimos qilamiz, bolajonlarimizni yonimizga olib o'tiraylik. To'yimiz chiroyli bo'lsin, mehmonlarimiz ko'p. Shunday ekan davramiz davom etadi. Davramizga yana tabrik so'zlari. Qolaversa Bahodirjonning hurmatli ustozlari bor ekan, davramizga Nodiraxon, Malikaxon ustozlari bor ekan. Albatta men mamnuniyat ila davramiz markaziga Bahodirjonning hurmatli ustozlari bugun kelinki mana Qarshi shahridan mana shunday